Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun yana Matematik Time Adhamjon kanalida navbatdagi matematika darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan nima o'rganamiz? Bugun sizlar bilan kecha o'tilgan darsimiz natural sonlar ustida amallar degan mavzuni davomini o'rganamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, bugun natural sonlar ustida amallar deganda kecha natural son nimaligini, natural sonlarni qo'shish, ayirishni o'rgangandik. Bugun endi natural sonlarni ko'paytirish va bo'lishga oid bo'lgan misollardan ishlaymiz. Albatta bu yerda men vaqtingizni ketkizib, natural sonlarni ko'paytirish, natural sonlar bo'lishni maydalab ishlab o'tirmayman. Shunchaki aytmoqchi bo'lganim, ko'paytirish va bo'lishga oid bo'lgan masalalardan ishlab mustahkamlaymiz va uyga vazifaga kelgan mustahkamlash uchun topshiriqlar beraman. Agar kimdir natural sonlarni ko'paytirish va bo'lishda muammoga uchraydigan bo'lsa, maktabdagi ustozlaridan yoki uydagi aka-opalardan o'rganib olishlari mumkin bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savol ketdi. Birinchi savol. Tokzorda 3 ta savatda Husayni va 2 ta yashikda Toifa uzildi. Ya'ni Husayni va Toifa degani bu uzumni nomlari. Har bir savatdagi Husayni 8 kilogramm. Har bir yashikdagi Toifa 12 kilogramm. Hammasi bo'lib necha kilogramm uzum uzilgan deb savol berilyapti. Demak, uzum bog' bor ekan, Tokzor degani bu uzum bog'i. Mana shu uzum bog'ida Husayni nomli uzum hamda Toifa nomli uzumlarimiz bor ekan. O'sha Husayni degan uzumdan 3 ta savatga uzilibdi, Toifa degan uzumdan 2 ta yashikka uzilibdi. Har bir savatdagi Husayni 8 kilogrammdan ekan va har bir yashikdagi Toifa 12 kilogrammdan ekan. Hammasi bo'lib necha kilogramm uzum uzilgan deb savol berilyapti. Demak, bu ko'paytirish va bo'lish mavzusiga aloqador bo'lgan savollardan. Hozircha 86% ustozimiz bunga to'g'ri javob berishyapti. Bu juda ham yaxshi. Ozgina o'ylab ko'rishga vaqt beramiz va endi javoblarni tashlashimiz mumkin. Demak, nima qilamiz bunda? 3 ta savatda Husayn uzilgandi va har biri 8 kilogrammdan edi. 2 ta savatda Toifa uzilgandi va har biri 12 kilogrammdan edi. Buni hisoblayotganimizda, demak, 3 ta savatdagi Husayni 8 kilogrammdan bo'lsa, jami necha kilogramm bo'ladi? 3 ni 8 ga ko'paytiramiz, jami 24 kilogramm Husayn uzilgan bo'ladi. Endi Toifa degani 2 ta yashikda Toifa uzilgan edi va har biri 12 kilogrammdan degan edi. Demak, 12 kilogrammdan 2 ta yashikda uzilsa, demak Toifadan 24 kilogramm uzilgan bo'ladi. Hammasi bo'lib qancha uzum uzildi deyapti. Demak, 24 kilogramm Husayn uzildi, 24 kilogramm Toifa uzildi. Jamini qo'shganda 48 kilogramm uzum uzildi. Bu degani D javobda turganida 48. Tushunarli? Mana shunday ishlanadi. Demak, navbatdagi ikkinchi savolga o'tishimiz mumkin. Mana ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolni o'qib eshitiraman. 3 ta sinfda 98 nafar o'quvchi o'qiydi. Ular 3 ta avtobusga 24 nafardan o'tirib teatrga borishdi. Necha nafar o'quvchi teatrga bormagan? Demak, savolda necha nafar o'quvchi teatrga bormaganligini so'ralgan. Demak, viktorina tashlayapman. Viktorinaga lekin o'ylab ko'rish uchun juda ham oz vaqt beryapman. Nima uchun? Chunki uzoq kutib qoladigan bo'lsak, birinchidan kamroq savollarni ishlashga ulguramiz, ko'proq savollar ishlay olmay qolamiz. Vaqtimiz shu kutib turishga ketib qoladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi, birinchi ishlab bo'lgan ustozlar yoki o'quvchilar ancha zerikib qoladi. Oxiriga biz kutib turganimizcha, shuning uchun hamma narsani o'rtachasini olamizda, ozgina kutamiz va keyin to'g'ri javobni tashlay qolamiz. Shu orada kimdir ishlashga ulgurolsa ulgurdi, ulgura olmasa endi xafa bo'lish yo'q. Ikkinchi savolimizni mana biroz kutdik. 91% natija juda ham yaxshi. Demak, ikkinchi savolda qanday qilib ishlaymiz? 3 ta avtobusda 24 nafardan o'quvchi ketgan bo'lsa, nechta o'quvchi ketganligini birinchi topib olaylik. Demak,
3 ta avtobusga yo'lga chiqishdi. 24 nafardan o'quvchi o'tirib. 3 ta 24 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 72 ta o'quvchi teatrga ketgan. O'zi jami o'quvchilar nechta edi? Jami o'quvchilar 98 ta edi. 98 ta o'quvchidan 72 tasi agar teatrga borgan bo'lsa, bizdan teatrga bormaganlar nechta deyapti? Jami o'quvchilardan teatrga borganlarni ayirib olsak, qolganlari teatrga bormaganlar bo'lib qoladi. Ya'ni 26 ta o'quvchi teatrga bormagan. Bu degani S javob degani. Tushunarli-a? 3 ta avtobusga 24 tadan o'tirib ketsa, 72 ta o'quvchi teatrga borgan. Jami o'quvchilar soni 98 ta bo'lsa, 98 tadan teatrga borganlar chiqarganimizda 26 ta o'quvchi teatrga bormagan bo'ladi. Demak, navbatdagi savolga o'tishimiz mumkin. 3-savol. Albatta, darsimizni boshlanishida bu mavzular juda ham osonga o'xshab tuyuladi, lekin hamma narsa sekin osondan murakkabga qarab borgani yaxshi. Shunda tushunish osonroq bo'ladi. 3-savolda do'kondan 6 quti chinni idishlar sotib olindi. Har bir qutida bitta choynak va 6 ta piyola bor. Jami nechta chinni idish sotib olingan deyapti. Demak, do'kondan 6 ta qutida chinni idishlar sotib olindi, ya'ni 6 korobka chinni idish sotib olinibdi. Har bitta korobkada bitta choynak va 6 ta piyola bor ekan. Jami nechta chinni idish sotib olingan, ya'ni choynak piyolalar umumiy hisobda nechta sotib olingan. Bu savollar aslida olganda unchalik ham ko'p o'ylash talab qilmaydigan savollar. Tezda o'rtacha hisobdagi odam hisoblab qo'yishi mumkin. 87% ustozlarimiz, o'quvchilarimiz bunga to'g'ri javob berishyapti. Demak, 3-savolni qanday qilib ishlaymiz? Demak, do'konda 6 quti, ya'ni 6 korobka chinni idishlar sotib olinganda, har bitta korobkada bitta choynak bilan 6 ta piyola bor edi. Demak, hisoblaylik. Bitta korobkaning ichida bitta choynak va 6 ta piyola bor. Jamini olganda ular qo'shsa 7 ta chinni idish bor. Shu bitta korobkada, shunaqa korobkalardan 6 ta sotib olindi. Endi ichidagi 6 ga 1 qo'shganimizda har bitta korobkada 7 tadan idish bor va bunaqa korobkalar 6 ta. 7 kere 6 jami 42 dona chinni idish sotib olingan bo'ladi. Demak, bu B javobda turibdi. Tushunarli-a? Navbatdagi 4-savolga o'tamiz. Demak, 4-savol. Idishdan avvaliga 3245 kilogramm, so'ng 2980 kilogramm neft olingandan so'ng unda 4239 kilogramm neft qoldi. Dastlab idishda qancha neft bo'lgan? Demak, neft saqlanadigan idish bor ekan, juda ham katta idish. Avvaliga 3245 kilogramm olinibdi, keyin yana 2980 kilogramm neft olinibdi. Shundan keyin 4239 kilogramm neft qoldi. Dastlab idishda qancha neft bo'lgan deyapti. Hozircha 86% javoblar kelyapti bizga. Juda ham yaxshi. 86% degani bu 5 degani. Agar 56% dan o'tsa 3, buni azaldan bilamiz. 72% dan o'tsa 4, 86% dan o'tsa 5 hisoblanadi. Demak, hozir ishtirokchilarimiz 5 bahoga loyiq. Demak, qaranglar, nima qilamiz? Dastlab idishda qancha neft bo'lgan deyapti. Dastlab qancha neft bo'lgan deyapti. Demak, qoldi 4239, 2 marta olindi. 2980 va 3245. Tasavvur qilaylik, shu olinganlarni qaytarib quyib qo'ydik deb. Masalan, olib ketilganlarni qaytarib shu idishga quydik, ikkalasini ham. Shunda dastlab qancha bo'lgani kelib chiqadi, to'g'rimi? Quydik degani bularni bir-biriga qo'shish kerak deganimi? Qo'shamiz. Demak, 3245 qo'shamiz
2980 yana qo'shamiz unga 4239. 4239. Demak, uchalasini qo'shganimizda jami avval idishda qancha neft bo'lgani kelib chiqadi. Qo'shsak 10464 bo'ladi. Endi qanday qilib qo'shganimizni juda maydalab tushuntirib o'tirmadim. Shu qo'shishni hammamiz bilamiz. Oddiy usulda qo'shdik. Demak, 3245 degani bu birinchi marta olingani, 2980 deganimiz ikkinchi marta olingani, 4239 bu idishda qolgani. Demak, olinganlarni qaytarib o'sha qolgan ustiga quyib qo'ysak, dastlab idishda 10464 kilogramm neft bo'lganligini tushunishimiz mumkin. Bu A javobda turibdi. Tushunarli? Navbatdagi 5-savolga o'tamiz. Beshinchi savol. Do'konga har biri 50 kilogramdan bo'lgan 10 ta qopda shakar keltirildi. Hamma shakar 100 ta paketga solib chiqildi. Har bir paketga necha kilogramdan shakar solingan? Demak, do'konga har biri 50 kilogramdan bo'lgan 10 ta qopda shakar keltirildi. Hamma shakar 100 ta paketga solib chiqildi. Har bir paketga necha kilogramdan shakar solingan? Demak, bu mavzular juda ham oson deb fikrlab o'tirgan, bu mavzularni hozir o'tayotganimizdan erinib o'tirgan ustozlarimiz bir hafta uzog'i bilan 2 hafta o'tar o'tmas ishlolmayapman deb nolishga boshlashadi agar buni e'tibor bilan ko'rishmasa. Chunki matematika bir-birini ustiga quriladi, shuning uchun erinmasdan eng osonlaridan ketsak silliq o'tib ketamiz. Xuddiki zinapoyalardan bitta-bitta ko'tarilganga o'xshab, agar zinapoyadan siz birdaniga 3ta chiqaman desangiz, o'zingizni qanaqa chiqishini tasavvur qilib ko'ring. Juda ham qiyinchilik bilan, juda ham xunuk holatda chiqiladi. Agar bitta-bitta chiqsangiz, ohista, normalli, charchamasdan bir xil tempda chiqib boraverasiz. Demak, 96% hozircha natija bizda javoblar. Juda ham yaxshi. Xo'p, demak, do'konga har biri 50 kilogramdan bo'lgan 10 ta qopda un keltirilgandi, shakar keltirilgandi. Demak, qancha keltirilgan? Oldin shuni topaylik. Har biri 50 kilogramdan bo'lgan qopda 10 qop keltirilgan. Demak, do'konga hammasi bo'lib 500 kilogram shakar keltirilgan. Shu 500 kilogram shakarni endi 100 ta paketga joylab chiqilibdi. Nima qilamiz? 500 ni 100 ga bo'lamiz, albatta. 500 kilogram paket, 500 kilogram shakar 100 ta paketga joylab chiqilibdi. Demak, har bir paketga 5 kilogramdan shakar to'g'ri keladi. Tushunarli? Har bir paketga 5 kilogramdan shakar to'g'ri keladi. Bu B javobda turibdi. Navbatdagi 6-savolga o'tamiz. Do'konga har birida 50 kilogramdan bo'lgan 154 qop un keltirildi. Do'konga necha kilogram un keltirilgan? Demak, savolni qaytaraman. Do'konga har biri 50 kilogramdan bo'lgan 154 qop un keltirildi. Do'konga necha kilogram un keltirilgan? Keyingi darsimiz xudo xolasa dushanba kuni bo'ladi va dushanba kuni bo'ladigan darsimiz aynan boshlang'ich ustozlarni attestatsiyada juda ham qiynatgan mavzu. Vaqt o'lchov birliklari, uzunlik o'lchov birliklari va og'irlik o'lchov birliklariga aloqador bo'ladi. Demak, juda ham ko'p o'qituvchilar aynan shu vaqt o'lchov birligida, uzunlik, og'irlik o'lchov birliklarida chalg'ib ketdi. Ayniqsa vaqtda juda ham ko'pchilik chalg'idi. Demak, hozircha bizda 94% natija. Yaxshi, 6-savolda endi ishlaymiz. Demak, har biri 50 kilogramdan bo'lgan 154 qop un keltirildi desa nima qilamiz?
Demak, har biri 50 kilogramdan bo'lgan 154 qop un keltirildi. 50 ni 154 ga ko'paytiramiz, bo'ldi, chiqadi. Demak, do'konga hammasi bo'lib 77.000 kilogram un keltirilgan ekan. Tushunarli? 50 qop, 50 kilogramdan 154 qop degani uchun ko'paytirib qo'ydik, 77.000 kilogram. Bu degani D javobda turibdi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 7-savol. Demak, bu chizmali savol, 7-savolimiz. Bitta olma massasi necha gram deb savol beryapti. Chizmada hamma yo'q ma'lumotlar berib qo'yilgan. Mana savol: bitta olmaning massasi necha gram? Milliy sertifikatga tayyorlov guruhlari qachon ochiladi deyapti. Ustozlar, ichki guruhlarimiz, milliy sertifikatga tayyorlaydigan guruh hamda attestatsiyaga tayyorlaydigan ichki guruhlarimiz uzog'i bilan 1-iyundan boshlab ochiladi. Hozir aynan shu Anora Mahkamani gruppasida ichkarida yildan yilga har mavsum yangilanganda albatta haliga nima deydi, takomillashtiriladigan ishlar bo'lib turibdi. Demak, moddiy texnik bazalarimiz to'g'rilanyapti. Shuning uchun ozgina ham dam berilyapti, ham moddiy texnik bazalar yangi o'quv yiliga moslab chiqilyapti. Shuning uchun 1-iyundan boshlab pulli guruhlar ochiladigan bo'lib turibdi. Narx qancha bo'lishi, boshqa ma'lumotlar o'sha ochilgan paytida e'lon qilinadi. Hozir aytsam, keyin boshqacha bo'lib qolsa, shuning uchun xijolat bo'lmasligi uchun o'sha paytida narxini, qaysi kuni, qanday holatda bo'lishlarini ochilganda e'lon qilamiz. Hozircha esa shu Matematik Time Adhamjon kanalida bepul har kunlik darslarimizni ko'rib, kuzatib, o'zingizga baza shakllantirib olsangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, 87% to'g'ri javob keldi hozircha bizga. Rasmga e'tibor beramiz. Rasmga qarasak, ikkita olma bor ekan. Umumiy hisobda bu 350 gram ekan. Savolda bitta olmaning massasi qancha deyapti. Nima qilamiz? 350 gramni shunchaki 2 ga bo'lib qo'yamiz. O'shanda bitta olmaning massasi kelib chiqadi. Demak, yozamiz. 350 gramimiz ikkita olma bo'lgani uchun, bizdan bitta olmani so'rayotgani uchun 350 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz. Hisoblasak, bitta olmaning massasi 175 gram bo'ladi. Bo'ldi. Juda ham sodda tushuncha. Bu A javobda turibdi. Tushunarli? Navbatdagi 8-savolga o'tamiz. Savol. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, tarvuz massasini toping. Demak, bu biz ishlayotgan kitob, biz ishlayotgan savollar turli xil kitoblardan olingan, terilgan, terma-kavanda qilingan, maktab darsliklaridan olingan, boshqa adabiyotlardan olingan, hammasidan terilgan. Shuning uchun sotuvda yo'q, buni ovora bo'lib sotuvdan qidirib o'tirmanglar. Foydasi yo'q, sotuvga chiqarilmagan. 8-savol. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, tarvuz massasini toping deyilgan. Rasmni mana ko'rib turibsiz. Tarvuz qo'yilgan, yonida 5 kilogram hamda 2 kilogramli toshlar qo'yilgan. Bu tomonda esa 10 kilogram, 2 kilogram hamda 1 kilogram toshlar qo'yilgan. Shu yerdan tarvuzni massasini toping deb savol qo'yilgan bizga. Nima qilamiz bunda? Albatta fikrlasa juda ham sodda, juda ham oson. Demak, qaranglar. Bizda hozir 88% natija bo'ldi. Tarvuz yonidagi toshlar 5 kilo, 2 kilo, hammasi bo'lib 7 kilo bo'lyapti. Demak, tarvuz yonidagi toshlar shu yerga yoza qolay. 7. Tarvuz massasini bilmaymiz. X. Chap tomonda 7 qo'shilgan X turibdi. O'ng tomonda 10 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Qo'shadigan bo'lsak, hammasi bo'lib 13 kilo bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, o'ng tomon 13 kilo bo'lganda, chap tomon ham 13 kilo bo'lishga majbur. Tenglama paydo bo'lib qoldi. 7 qo'shilgan X barobar 13 degan. Bu tenglamani qanday ishlaymiz albatta? 13 dan 7 ni ayirishimiz kerak. Tenglamani yechish uchun 13 dan ayiramiz 7 ni. Shunda X barobar 6 kilo degan javob chiqadi. Tushunarli? Bu javob mana ko'rib turibsizlar, B javobda turibdi.
Demak, rostdan ham 6 kilo bo'lsa to'g'rimi? 5 kilo, 2 kilo, 7 kilo, 7 kilo 6 kiloni qo'shsam 13 kilo bo'ladi. Demak, B javob rostdan ham to'g'ri. Navbatdagi savolga o'tamiz. 9-savol. Demak, 9-savol bu ham o'sha chizmali savol. Ko'rib turibsiz, chap tomonda tarvuz bilan 5 kilogramlik tosh turibdi, o'ng tomonda 10 kilo bilan 2 kilogramlik tosh turibdi. Xuddi hozirgiga o'xshatib ishlasa bo'ladi. Hozir meni bu guruhimizda har xil turlarga bo'lmasam bir chekkadan matematikani o'tishni boshlaganim har tomonlama chuqur o'ylangan, fikrlangan holatda qilinayotgan ish. Birinchidan, milliy sertifikatga qiziqib turgan ustozlarimizni hammasi ham hali milliy sertifikat darajasiga ishlab tortib ketadigan darajada emas. Milliy sertifikatga sal normalroq savollardan berib ketish kerak. Qiziqish ko'pchilikda bor, lekin bilim hali ko'pchilikda yo'q. Shu milliy sertifikat guruhlarimiz boshlanguncha deyarli 1 oy vaqt bor. Men shu bilimni ancha to'ldirib olsam, o'zlariga ham foyda bo'ladi, menga ham oson bo'ladi. Keyin o'sha bilimning ustiga navbatdagi bilimlarni sekin quyib ketaveramiz. Tushunarli? Bilganlarga takrorlash, bilmaganlarga yangi ma'lumot bo'lib turadi bu darslarimiz. Demak, 9-savolda mana endi hisoblasak. Chap tomonda 5 kilo va tarvuz. Demak, 5 qo'shilgan tarvuz massasi noma'lum x belgilab qo'yaylik. O'ng tomonni qarasak, 10 kilo va 2 kilolik toshlar, ya'ni 12 kilo bo'ladimi? Shu tenglamani ishlasak, tarvuz massasi kelib chiqadi. 12 dan 5 ni ayirib qo'yamiz. Shunda x barobar 7 kilo degan javob chiqadi. Demak, tenglamani ishlashni bilmaydigan yoshroq o'quvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, javoblardan qo'yib ko'rishi ham mumkin. 5 kiloga 7 kiloni, ya'ni D javobni qo'yganimizda 5 ga 7 12 bo'ladi. O'ng tarafda ham 10 ga 2 12. Shuning uchun D javob to'g'ri deb ishlashi ham mumkin. Agar juda ham kichkina yosh o'quvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, hali tenglamani ishlashni bilmaydigan bo'lsa, ular javoblardagi sonlarni qo'yib tekshirib ko'rishlari ham mumkin bu misolda. Demak, navbatdagi savolga o'tamiz. Ana bo'lmasa, biz qo'shnilarimizda hozir to'yni nimadir boshlanib qoldi, adashmasam. Ish qilib boshlanmay turib tugasin. Darsimizga xalaqit bermaslik uchun. 10-savol. Yuk mashinasi do'konga ombordan har biri 25 kilogramdan 15 yashik olxo'ri va har biri 30 kilogramdan 20 yashik olma keltirdi. Do'konga necha kilogram meva keltirilgan? Juda yomon voqea bo'lyapti hozir. Qo'shnilarimiz tashqarida nimadir bayram boshlashyapti ekan. Xo'p. Bu holatda darsni davom ettirib bo'lmaydi ustozlar. Shuning uchun to'xtatishga majburmiz. Bugunchalikka texnik kamchiliklar sababli, ya'ni qo'shnilarimiz sababli darsni to'xtatamiz. Xafa bo'lmaysizlar, ha? Demak, 10-savolda hozircha 80% natija. Qaranglar, 10-savolda nima qilamiz? Demak, yuk mashinasi do'konga ombordan har biri 25 kilogramdan 15 yashik olxo'ri va har biri 30 kilogramdan 20 yashik olma keltirdi. Do'konga necha kilogram meva keltirilgan deb savol berilgandi. Demak, bu vaziyatda nima qilamiz? Xo'p, 25 kilogramdan 15 yashik olxo'ri keltirilgan bo'lsa, shuni birinchi hisoblab olaylik. 25 kilogramdan 15 yashik olxo'ri keltirildi. 25 ni 15 ga ko'paytiramiz. Hisoblasak, 375 degan javob chiqadi. Endi davomida aytgandiki, 30 kilogramdan 20 yashik olma keltirildi degandi. Hisoblaymiz. 30 kilogramdan 20 yashik olma keltirildi. 30 ni 20 ga ko'paytiramiz, 600 bo'ladi.
Endi hammasi bo'lib do'konga necha kilogramm meva keltirilgan deyapti. 375 kilogrammga olxo'riga 600 kilogramm olmani qo'shib qo'yamiz. 375 ga 600 ni qo'shadigan bo'lsak, 975 kilogramm meva keltirilgan ekan. Tushunarli? 975 kilogramm degani bu A javobda turibdi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 11-savol. Agar bitta ko'ylak narxi 150 ming so'm bo'lsa, 18 ta ko'ylakning narxi necha so'm deb savol berilgan. Bitta ko'ylakning narxi 150 ming so'm bo'lsa, 18 ta ko'ylakning narxi qancha? Juda ham sodda aytdim, to'g'rimi? Shunchaki bitta ko'ylak narxi bor, bizdan 18 ta ko'ylak narxi so'ralyapti. %87% natija juda ham yaxshi. Qaranglar, 11-savolda demak nima qilamiz? Bitta ko'ylak narxi 150 ming so'm bo'lsa, 18 ta ko'ylak narxi qancha deyapti? Biz albatta 150 ming so'mni 18 ga ko'paytirishimiz kerak. Shu yerga yozib qo'ya qolamiz. Demak, buning uchun 15 ni 18 ga ko'paytirib, keyin orqasiga 4 ta nol yozib qo'ysak ham bo'ladi aslida olganda, lekin kimdir unda yo'q, chalg'ib ketaman desa, bemalol mana yozishimiz mumkin. 150 ming so'm yozamizda, uni keyin 18 ga ko'paytirib qo'yamiz. Hisoblasak, bu 2 million 700 ming bo'ladi. 2 million 700 ming deganda 5 ta nol bo'ladi orqasida. Demak, 2 million 700 ming degan javob bizda D javobda turibdi. Tushunarli? Navbatdagi savolga o'tamiz. 12-savol. Savol. Qopda 40 kilogramm kartoshka bor edi. 8 haftadan keyin qopda 16 kilogramm kartoshka qoldi. Haftasiga necha kilogrammdan kartoshka ishlatilgan? Demak, qopda avval 40 kilogramm kartoshka bor edi. 8 haftadan keyin qarasa 16 kilogramm kartoshka qoldi. Haftasiga necha kilogrammdan kartoshka ishlatilgan? Bu salgina o'ylantirdi shekilli. Foizlarimiz hozircha 67% ga tushib qoldi. Yaxshilab e'tibor beramiz. Qopda dastlab 40 kilogramm kartoshka bor edi. 8 haftadan keyin qarasa 16 kilogramm kartoshka qoldi. Haftasiga necha kilogrammdan kartoshka ishlatilgan deb savol beryapti. Demak, 65% ustozlarimiz hozir bunga to'g'ri javob berishyapti. Hatto ba'zilar buni xato deb o'ylayapti shekilli. Xo'p, qaranglar, nima qilamiz? 40 kilo kartoshka bor edi, 16 kilogramm qoldi desa, qancha ishlatilgan topib olaylik. 40 kilo bor edi, 16 kilo qoldi, 8 haftadan keyin qarasa, demak, qancha ishlatilgan? 24 kilo kartoshka ishlatilgan. 24 kilo kartoshka qancha vaqtda ishlatilgan? 8 haftada ishlatilgan. Demak, biz bir haftada necha kilo kartoshka ishlatilgan bilish uchun 24 kiloni 8 haftaga bo'lib qo'yamiz. Bo'lsak, bir haftada 3 kilogramm kartoshka ishlatilgan bo'lib chiqadi. Tushunarli? Bir haftada demak 3 kilogramm kartoshka ishlatilgan ekan. Bu A javobda turibdi. Tushunarli? Qopda dastlab 40 kilogramm bor edi, keyin qaraganda 16 kilogramm qoldi. Bu degani 40 kilogramdan 16 kilogramni ayiradigan bo'lsak, 24 kilo kartoshka ishlatilgan ekan. 24 kilo kartoshka 8 haftada ishlatilgan. 24 8 ga bo'ladigan bo'lsak, bir haftada 3 kilogramm kartoshka ishlatilgan deymiz. Navbatdagi savolga o'tamiz. 13-savol. Demak, 13-savolda 8 ta bir xil bankaga 16 kilogramm bodring tuzlandi. Ortib qolgan 12 kilogramm bodring tuzlash uchun
yana nechta banka kerak bo'ladi? Demak, 8 ta bir xil bankaga 16 kilogramm bodring tuzlandi. Ortib qolgan 12 kilogramm bodringni tuzlash uchun yana nechta banka kerak bo'ladi? Hozircha 85% to'g'ri javob berilyapti. Nima qilamiz? Qaranglar. Demak, 16 kilogramm bodring 8 ta bankaga tuzlangan bo'lsa, bitta bankaga necha kilo tuzlanyapti degan savolga javob topaylik. 16 kilogramm bodringni ular 8 ta bankaga tuzlab qo'yishibdi. Bu degani bitta bankaga 2 kilogramm bodring tuzlanyapti hozir. To'g'rimi? Endi ortib qolgan 12 kilogramm bodringga nechta banka kerak deyapti. Demak, bitta bankaga 2 kilogrammdan tuzlansa, ortib qolgan 12 ni 2 ga bo'lamiz. Shunda bizga 6 ta banka kerak degan javob kelib chiqadi. Bu degani D javobimiz to'g'ri. Tushunarli-a? Navbatdagi savolga o'tishimiz mumkin. 14-savol. Demak, 14-savolni o'qib bersam. Maktab bog'ida birinchi tupdan terilgan 96 kilogramm olma 8 ta yashikka solindi. Ikkinchi tupdan terilgani esa 6 ta yashikka joylandi. Ikkinchi tupdan necha kilogramm olma terilgan? Maktab bog'ida birinchi tupdan terilgan 96 kilogramm olma 8 ta yashikka solindi. Ikkinchi tupdan terilgani esa 6 ta yashikka solindi. Ikkinchi tupdan necha kilogramm olma terilgan? Demak, hozircha biroz o'ylanibroq kelyapti javoblar, biroz sekinroq kelyapti. Hech qisi yo'q, kutib turamiz. Demak, tashqarida sezganingizdek bizda qanaqadir tug'ilgan kunmi nimadir bayram boshlash arafasida turibdi. Shuning uchun yosh bolachalarning ham ovozlari sal xalaqit berib turibdi, lekin e'tibor qilmaymiz. Bu muhimi ichki xotirjamlik. Demak, 91% hozircha bizda to'g'ri javoblar bor. Demak, birinchi tupdan terilgan 96 kilogramm olma 8 ta yashikka joylandi degandan biz bitta yashikka qancha olma kerak ketishini topib olaylik. Ya'ni 96 ni 8 ga bo'lib ko'raylik. 96 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 12 chiqadi. Demak, bitta yashikka 12 kilogramm olma sig'ar ekan. Endi aytgan, ikkinchi tupdan terilgani esa 6 ta yashikka joylandi degan. Demak, har bitta yashikka agar 12 kilogrammdan sig'adigan bo'lsa, 6 yashik bo'lgan bo'lsa, biz 6 ni 12 ga ko'paytirsak, ikkinchi tup olmadan necha kilogramm terib olinganini topishimiz mumkin. Demak, ikkinchi tupdan 72 kilogramm olma uzib olingan ekan. Shunda 72 ni har birini 12 kilogrammni yashikka solib chiqsak, rostdan ham 6 ta yashikka to'g'ri keladi. Tushunarli-a? Navbatdagi savolga o'tamiz. 15-savol. Savol. Do'kondan Lobar 20 ta, Laziz esa undan 3 marta ko'p daftar sotib oldi. Lobar va Laziz hammasi bo'lib nechta daftar sotib olishdi? Do'kondan Lobar 20 ta, Laziz esa undan 3 marta ko'p daftar sotib oldi. Lobar va Laziz hammasi bo'lib nechta daftar sotib olishdi? Hozircha 77% natija.
Demak, endi fikrlaymiz. Lobar nechta sotilgandi? 20 ta sotilgandi. Demak, lobar 20 ta sotilgandi. Laziz esa undan 3 marta ko'p sotilgandi. Ya'ni 20 tadan 3 marta ko'p deyapti. 3 marta ko'p desa ko'paytiramiz-a Lazizni. 20 ni 3 ko'paytirsak, demak Laziz 60 ta daftar sotilganini tushunishimiz mumkin. Savolda oxirida Lobar va Laziz hammasi bo'lib nechta daftar sotib oldi deyapti. Lobar 20 ta sotib olgan, Laziz 60 ta sotib olgan. Hammasi bo'lib ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 20 ga 60 ni qo'shamiz, hammasi bo'lib 80 ta daftar sotib olingan bo'ladi. Tushunarli? Ko'pchilik ba'zilar 60 dan tanlab ketishdi. Yo'q, 60 tani Lazizning o'zi sotib oldi bizdan. Lobar va Laziz hammasi bo'lib qancha sotib oldi deganda, 20 taga 60 tani qo'shganimizda ikkalasi 80 ta sotib olgan bo'ladi. Navbatdagi 16-savol. Oshxonada kuniga 20 kilogramdan sabzi sarflanadi. Agar oshxonada 67 kilogram sabzi qolgan bo'lsa, 4 kunga yetishi uchun yana qancha sabzi sotib olish kerak? Demak, oshxonada kuniga 20 kilogramdan sabzi sarflanadi. Agar oshxonada 67 kilogram sabzi qolgan bo'lsa, 4 kunga yetishi uchun yana qancha sabzi sotib olish kerak? Hozircha 90% natija. Juda ham yaxshi. Demak, qaranglar. Agar kuniga 20 kilogramdan sabzi sarflansa, 4 kunda qancha sarflanish kerak? 4 kunga yetishi uchun deyapti-yu. 4 kunda 20 kilodan ishlatsa qancha sabzi ishlatiladi? Demak, 20 ni 4 ga ko'paytiraylik. Kuniga 20 kilogramdan ishlatsa, 4 kunda bizga 80 kilogram sabzi kerak bo'ladi. Oshxonada qancha bor? Oshxonada 67 kilogram sabzi bor. Bizga 80 kilo kerak. Yana necha kilo sotib olish kerak deb savol qo'yapti-da. Demak, yana qancha sotib olish bo'lish uchun 80 dan 67 ni ayiramiz. 80 dan 67 ni ayiradigan bo'lsak, yana 13 kilogram sabzi sotib olishimiz kerak bo'ladi. Bu D javobda turibdi. Navbatdagi 17-savol. Yigirma 26 sonidan 35 marta katta bo'lgan sondan 153 ni ayiring deyapti. 26 sonidan 35 marta katta bo'lgan sondan 153 ni ayiring. Ulgurmadik, men tugatib qo'yaman deb o'ylagandim. Mayli, ahamiyat bermaymiz. Demak, endi o'chirmasak ham bo'lmaydi shekilli. 26 sonidan 35 marta katta bo'lgan sondan 153 ni ayiring desa, nima qilamiz? Albatta 26 ni avval 35 ga ko'paytiramiz. 26 ni 35 ga ko'paytiramizda, keyin chiqqan javobdan 153 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli? 26 ni 35 ga ko'paytirsak 910 bo'ladi. 910 dan keyin 153 ni ayiradigan bo'lsak, 757 degan javob chiqadi. Tushunarli? 3 tagina misolimiz qoldi. Uni ham tugatib qo'yaylik. Yaxshisi tezlashtirib olamiz ozgina. 18-savol.
Xo'p, demak, 6 ta vazada 4 donadan olma, 2 donadan nok bor desa, hammasi bo'lib nechta meva bor deyapti. Nima qilamiz? 4 dona olmaga qo'shamiz 2 dona nokni. 6 ta vaza deganmidi, 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bu degani 6 kira 6 bo'lib 36 ta meva bor ekan, hammasi bo'lib. 36 ta meva deganimiz bizda B javobda turibdi. Tushunarli? Navbatdagi 19-savolga o'tamiz. Xo'p, sizlarga ovoz kerakmi yo qo'shiq eshitmoqchimisizlar? O'zim hozircha ovozni o'chirib qo'ydim. Ovoz yo'q-ku deyotganlarimiz. Demak, 7 ta guldonning har birida 5 dona qizil va 4 dona sariq atirgul bor. Jami atirgullar nechta deb savol berilgan. Demak, 5 ta qizil, 4 ta sariq. Qo'shamiz. 5 ta qizil atirgul bor, 4 ta sariq atirgul bor. Jami 7 ta guldon. 5 ga 4 qo'shsak, bitta guldonda 9 ta atirgul bor ekan. Demak, 9 ni 7 ta guldonga ko'paytirsak, jami 63 ta atirgulimiz bor ekan. Bu degani A javobda turibdi. Tushunarli? Va bugungi darsimizga atalgan oxirgi savol, 20-savol. Hecham bunaqa sharoitda dars o'tmagandim, to'g'risi. Mayli, vaqtimizga hozircha qo'shiq o'chib qoldi. 20-savol. Dilshoda, Shahnoza va Nilufarning har birida 4 tadan katak va 5 tadan chiziqli daftar bor. Ularda jami nechta daftar bor? Demak, ularda 4 tadan katak, 5 tadan chiziqli daftar bor desa nima qilamiz? 4 ga 5 qo'shamiz. Har birida 4 tadan katak, 5 tadan chiziqli daftar bor. Demak, har birida 9 tadan daftar bor, 4 ga 5. Dilshoda, Shahnoza, Nilufar desa 3 kishi bo'ladi. 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 4 ga 5 qo'shsak 9, 9 3 ko'paytirib qo'ysak, jami 27 ta daftar bor. Bu esa D javobda turibdi. Tushunarli? Demak, bugungi o'zimizga bog'liq bo'lmagan xalaqit berganliklari uchun uzr so'rayman. Bulardan lekin tug'ilgan kuni bo'lsa ham yaxshi tilak bildirmadim, to'g'risini aytganda. Mayli, umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini nishonlasin, faqat bizga xalaqit bermasin. Mayli, ustozlar, o'quvchilar, ota-onalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh keyingi darsimiz tinchlikda o'tadi degan umiddaman. Ertaga dars bo'lmaydi, endi indinga inshaalloh darsimiz bo'ladi. Demak, dushanba kuni 21:00 da ko'rishguncha.